Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi maktabgacha boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrasi o'qituvchisi, maktab ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi Nishanova Muslima Qambarali qiziman. Demak, biz bugun sizlar bilan tarbiyachi va musiqa rahbari hamkorligi mavzusida gaplashamiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Bolaning musiqiy ijodkorligi, tarbiyachi va musiqa rahbarining hamkorligidagi faoliyati, musiqiy faoliyat turlari orqali bolalar ijodkorligini rivojlantirish, bayram va ertaliklarini tashkil etish. Demak, biz hamkorlikni maktab ta'lim tashkilotida barcha pedagogik xodimlar bilan, shuningdek, yaqin turadigan mahalla fuqarolar yig'ini, ichki ishlar byurosi, tibbiyot maskanlari, maktablar bilan hamkorlik qilamiz. Biz bugungi mavzuyimiz doirasida asosan maktab ta'lim tashkilotidagi barcha pedagoglar bilan, jumladan musiqa rahbari bilan hamkorligini yoritib beramiz. Musiqa rahbari bilan hamkorligida eng birinchi bo'lib biz hamkorlikni to'g'ri tashkil qilib olishimiz kerak. Biz yil boshida pedagogik kengash bo'lishidan avval hamkorlikda bir yil davomida qiladigan ishlarimiz rejasini tuzib, pedagogik kengashda tasdiqlab olgan bo'lishimiz kerak. Musiqa rahbari bilan tarbiyachi asosan bayram tadbirlarida hamkorlik qiladigan deb hisoblasak, bayram tadbirlari ssenariylarini musiqa rahbari tuzadi, rejalashtiradi. Takliflarini berishi mumkin tarbiyachi, lekin asosan ssenariylarni tuzish, rejalashtirish musiqa rahbarining vazifasiga kiradi. Bunda bayram tadbirlarini tashkillash, o'tkazish katta tayyorlov guruhlarida 35 minut, kichik o'rta guruhlarda 20-25 minutgacha davom etishi kerak. Kun davomida bayram tadbir qilish mumkin emas. Bitta mashg'ulotimizning vaqti qancha bo'lsa, bayram tadbirimizning ham vaqti xuddi shuncha bo'lishi kerak. Bunda bolalarning yaroqlilik, chidamlilik muddati inobatga olinadi. Darslar va tadbirlarni uyg'un holatda tashkil etish, musiqa mashg'ulotlarini tarbiyaviy jarayon bilan uyg'unlashtirish, bayram va madaniy tadbirlarda birgalikda ssenariy, sahna chiqishlarini rejalashtirish, ijodkorlik va tashabbuskorlikni rivojlantirish, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini ochish, kuylash, raqsga tushish, ritmik harakatlarni bajarishi, tarbiyachining ko'rsatmalari asosida musiqa rahbari ularni qiziqishini, qobiliyatini rivojlantirishi, tarbiyaviy va musiqiy madaniyatni uyg'unligini ta'minlash, musiqa orqali bolalarda milliy qadriyat, urf-odatlar, vatanga muhabbat, sadoqat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, har bir mashg'ulotda bolada tarbiyaviy ahamiyatga ega estetik tarbiya, madaniy tarbiya rivojlantirish muhim deb hisoblanadi. Musiqa bolaning hissiy, ijodiy, aqliy, jismoniy, ijtimoiy, axloqiy, estetik rivojlanishda muhim o'rin tutadi. Hissiy rivojlanish musiqa bolani turli hissiyotlarni uyg'otadi. Bu esa uning emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Musiqa bolalarga o'z his-tuyg'ularini tushunishiga va ifodalashga yordam beradi. Ijodiy rivojlanish musiqa bolaning ijodiy tafakkurini va yaratuvchanligini rivojlantiradi. Turli xil kuylar, ritmlar, tovushlar va so'zlar yordamida bolalarga g'oyalar, yangi fikrlar, kreativ manbalar yaratishga yordam beradi. Musiqiy o'yinlar esa bolalarda turli musiqiy o'yinlar orqali bolalarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularning ijodiy tafakkurini kuchaytiradi, faolligini oshiradi. Masalan, ritmik o'yinlar, musiqiy cholg'u ijro etish o'yinlar orqali bolalarni o'zlarini faol ifodalashlik, o'zlarini faol ishtiroklarini, faolliklarini oshirishlari mumkin. Bolani mustaqil fikrlashiga, dunyoqarashini kengayishiga o'zidagi muammoli vaziyatlarga kreativ yechim topish qobiliyatiga ham musiqa ko'proq ta'sir ko'rsata oladi. Bejizga Yaponiya ta'limini o'tganimizda eshitdik hammamiz birgalikda. Ular birinchi bo'lib musiqa va jismoniy tarbiyani chuqur deb bilishadi, ko'proq o'rgatishadi bolalarga. Bu bolalarda ijodkorligini, erkinligini, yaratuvchiligini oshirib berishi uchun
Biz ham shuning uchun bolalarda ko'proq musiqaga nisbatan mehr muhabbatini oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari rejalashtirilgan hamkorlik, bu boshida ham aytib o'tib ketdik, maktab ishlari tashkilotida yilning boshida rejalashtirilgan hamkorlik tanlanadi, joriy qilinadi. Bu yil davomida qilinadigan ishlarni taqsimlash, qanday ishlar qilib boriladi, bu qanday tashkillanadi deydigan savollarga maktab ishlari tashkiloti musiqa rahbari tashkilotda nechta tarbiyachi bo'lishidan qat'iy nazar pedagogik kengash bo'lishidan avval bitta ulardan g'oyalarini, takliflarini, qanday fikrlarni berishini so'rab, u yillik rejasiga, ishchi dasturiga qo'shib, uni pedagogik kengashda tasdiqlatib olgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari hamkorlikda faqatgina bola bilan hamkorlik qilinsin degan joy nimasi yo'q. Hech qayda tarbiyachi bilan musiqa rahbari hamkorligi tarbiyachi bilan ham yakka tartibda ishlashi mumkin. Chunki bizda tarbiyachilarda ko'proq qobiliyatli musiqa qo'shiq kuylashga, raqsga tushishga yoki musiqiy predmetlarni, cholg'ularni chalishga qobiliyati bor tarbiyachilar bo'lishi mumkin. Shular bilan ham yakka tartibda ishlashligi lozim. Chunki tarbiyachini qancha qobiliyatli, mahoratli qilib tarbiyalasak, qurollantirsak, bu qurollangani bolalariga asqotadi, bolalarni ta'lim tarbiyasida o'zini namoyon qiladi. Shuning uchun biz tarbiyachi bilan ham yakka tartibda ishlashimiz mumkin ekan. Musiqa rahbarlari bir oyda bir marotaba tashkilotdagi qaysi bir tarbiyachini ritm harakatlarini rivojlantirish ustida ishlash yoki qo'shiq aytish ko'nikmasini shakllantirish, ritm harakatlarni bajarish deb yakka tartibda ishlash daftariga yuritib olish mumkin. Qolgan haftalarda, qolgan kunlarda yakka tartibga bolalarni kiritishingiz albatta mumkin ekan. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar. Biz maktab ishlari tashkilotida hozir juda ko'p bu terminni ishlatyapmiz. Integratsiyalashgan, integratsiya so'zlarini bog'langan degan ma'no bildiradi. Biz maktab ishlari tashkiloti musiqa rahbarlari bilan ochiq darslar, mashg'ulotlarda yoki birgalikda chiroyli ertak namoz sahnalashtirish yoki tadbirlarda mashg'ulotlarni tashkillash uchun hamkorlik qilib mujassam mashg'ulot tashkillaymiz. Bunda tarbiyachi nutq o'stirish, matematika, savodga o'rgatish mashg'uloti o'tadigan bo'lsa, bunga musiqa rahbari 35 minutlik mashg'ulotga 5 minutgacha ta'sir ko'rsata oladi. Hamkorlik qilib, integratsiya qilib qo'shila oladi. Qolgan mahalda nutq o'stirish faoliyatidagi o'sha rejadagi mavzu yoritib berilgan bo'lishi kerak. Yokida musiqa rahbarini mashg'ulotiga tarbiyachi hamkorlik bo'lib qo'shiladigan bo'lsa, tarbiyachi musiqa rahbarini mashg'ulotiga 5 daqiqagacha ta'sir ko'rsata oladi. Qolgan mashg'ulotning davomiyligini musiqa rahbari yetkazib berishi kerak. Ikkalasi teng vaqt bajaradigan bo'lsa, bu bo'lingan, maqsadsiz mashg'ulotga aylanib qolishi mumkin. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar tarbiyaviy mashg'ulotlarda musiqa vositasidan foydalangan holda mazmun boyitish, masalan, tabiat haqidagi dars, shu mavzudagi qo'shiqlarni ijro etish, musiqa mashg'ulotlarida axloqiy tarbiyani rivojlantirish mavzularida bo'lishi mumkin ekan. Birgalikda tadbirlar o'tkazish, bayramlar, teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, konsert dasturlarini birgalikda tayyorlashadi. Bolalarni sahnaga tayyorlash, rollarni taqsimlash, xarakterga mos qo'shiqlarni tanlash. Bunda bolalarni emotsiyasini, hissiyotini yoki qobiliyatlarini tarbiyachi musiqa rahbaridan ham ko'ra ko'proq biladi, tushunadi. Shuning uchun bulardagi hamkorlik aniqligi yoki shaffofligi muhim. Rollarni taqsimlashda ham bunga e'tibor berilishi lozim. Kuzatuv va tahlil qilish. Har ikki mutaxassis bir-birini mashg'ulotlarni kuzatib, fikr bildirishi, o'zaro baholash va yutuq hamda kamchiliklarini aniqlash orqali ish sifatini oshirish. Bu ikkala pedagoglar bir-birlarining ish faoliyatlarini kuzatishi tarbiyachiga qanday mashg'ulotlar yoqadi, qanday g'oyalar yoqadi, qanday usullar yoqadi, buni bilib olishi yoki mashg'ulotda qanday kamchiliklar yo'l qo'yganini bir-birini to'ldirishi uchun tarbiyachi musiqa rahbarini kuzatganda ham xuddi shu qanday bir-birini tempini yoki bir-birini xarakterini tushunib olish uchun ham yo'lini, tanlagan g'oyalarini tushunib olish uchun ham bu kuzatuv va tahlil qilish usuli juda ham